Hurmatli obunachilar, yangi shoyxo'jadan Olsute'da yangi qurilgan hovlimiz chiqyapti. Mana oldi fasadi, yangi mahalla, yangi uchastkalar qurib borilyapti mana aka. Yo'lda ham byudjetga tushgan ekan, yo'llarni ham yaqinga bo'lar ekan. Ana shu hovlimiz sotuvda. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Bismillah. Kirishimizda mana aka darvozaxonamizda uyimiz polностью burchakda terib qurilgan. Akkuratni qilib, uyimizda balangina tayinlangan ekan, patologlarni ham chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Birinchi xonamiz mana aka, mehmonxona. Mehmonxonamiz ham yangi remont qilingan, sifatli qilingan. O'zi uchun taxlashgan uyda. Ikkinchi xonamiz ayollar mehmonxonasi. Xo'p. Mana aka. Remontlari ham yangi remont. Deyarli hech kim yashamagan uyga. Kameralar bilan jihozlangan, konditsionerlar ham o'rnatib ketilgan. Ikkinchi xonamiz yotoqxona. Mehmonlar kelsa bemalol yotoqlarga qolaveradi. Sanuzli ham, ichi ham. Dushovoy. Bizning asosiy kirish xonasi. Uyimiz polni taxtadan pollar qilingan. Xo'p. Bitta yotoqxona. Ikkinchi xonamiz detskiy, katta qilib tayinlangan ekan. Kattalar yotoqxonasi bilan o'zini sanuzli bilan. Tapchanchalar ham akkuratni qilib qo'yilgan ekan. Uyimiz isitish tizimi, отопление, zilonli zonamiz. Hovlicha ajoyib ekan, bizga yoqdi hovli. Umumlik romlar qo'yib ketilgan. Oshxonamiz. Hovlimiz o'zbekona qurilgan. Letniy kuxnyamiz, uch xonali qilib qo'yib, bu yerda joy qoldirib ketilgan ekan. Hammomimiz, bu tarafga kladovka, to'g'ridan hojatxonamiz qilib qo'yilgan. Uyimiz Wi-Fi o'rnatilgan ekan. Uyimiz Olsute'ga joylashgan, 6 ta xonadan iborat. Narxini kelishilgan holda egalar nomer tayyorlab ketamiz. Real nomerga pastdagi nomerga bemalol telefon qilib